Akalar, 199 ming dollarga Shayxontohur tumani Qizig'uncha ko'chadan xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Bu yoq taraf Nurafshonga olib chiqadi, 5 qozon. Bilasizlar, bu yoq tarafdan 5 qozonga, bu yoq taraf archa ko'cha bo'ladi. Keling yaqinroq. Mana bizning sotilayotgan xonadonimizni fasadni ko'ring. Aka, 30 fasad, ichkariga 14-15 ta chiqyapti. Shofayiz degan bo'ladi bu yoq tarafda. Xo'p, qarang. Qarshida shunday bu yoqqa chiroyli kottejlarni qurib qo'yibdilar, aka. Shuni bu yoq tarafdagi siz ham shunaqa kottej qurib, bemalol yaxshi narxda sotsangiz bo'ladi. Sal pastroqda 1.4, 1.5 sotuvli xonadonlarni ikki tashkali, masalan, chiroyli qurilgan xonadonlarni 280 mingdan sotishayotgan ekan, aka. Ular zo'r narx berishyapti. Uyimizda 199 ming dollar, 346 sotuv. Fasad 30, ichkariga 10-15 ta chiqyapti. Qo'shnilari ham sotar ekan orqa tarafdan, ya'ni siz oladigan bo'lsangiz, siz orqaroni ham olsangiz bo'ladi qo'shni tarafdan. U arzonroq ham beraveradi. Dimeni o'lchasangiz, yerlar narxi 57.500 lardan aylanyapti. Lekin qo'shnilar arzonroq beradi. Bu yerda bilasizlar, gaz, svet, suv, kanalizatsiya muammo yo'q, xudo xolisa. 3 ta maktab, 3 ta bog'cha, bitta masjid, parkga shunday oldida yaqin atrofda joylashgan ekan. Ko'rasizlar uyimizdan, fasadlari katta ekan. Xohlasangiz kelib bemalol ishlashdan bo'ladi. Aka, narxi 199 ming dollar, yana kelishda beradigan joylari bor. Telegram kanalimizga lokatsiyasini tashlab qo'yaman. Kirib aniq qatorligini bo'lsangiz bo'ladi. Aytayotganim bu yoq Nurafshon ko'cha, bu yoq taraf Archa ko'chaga chiqib ketish, orqamizda Shofayiz bo'ladi. Shayxontohur tumani. Qiziqqan uchun pastdagi raqamga telefon qilaverasizlar.